Assalomu alaykum. Men doktor Suleymanova Elmira Abdurashidovna. 43 yil ish stajiga egaman. Farzandingizda qizamiq kasalligi kuzatilyaptimi? Unda bu videoni asli o'tkazib yubormang. Bugun biz shu kasallik haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Qizamiq bu morbil virus nomli virus bo'lib, odam organizmida yuqoridan pastga tarqalgan toshmalar bilan va kuchli intoksikatsiya bilan o'tadigan o'tkir yuqumli kasallikdir. Qizamiq bu paramivirus oilasiga kiradigan, odam organizmida faqat bir martalab kasallikni chaqiradi va qizamiqni boshidan o'tkazgan bemorda umrboqiy immunitet shakllanadi. Kasallik qanday yuqadi? Havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Aksirish, yo'talish paytida virus havoga tarqaladi. Virus havoda 2 soatgacha faol bo'lib qoladi. Bir kishi virusni o'rtacha 12-18 kishigacha yuqtirish mumkin. Bu uni eng yuqumli infeksiyalardan biriga aylantiradi. Qizamiq bilan kasallangan odam toshmalar chiqqunga qadar 4 kun oldin va toshmadan keyin 4 kun davomida yuqumli hisoblanadi. Kasallikning bosqichlari va belgilari. Qizamiq 4 ta bosqichda rivojlanadi. Inkubatsion davr 7 kundan 14 kun belgilarsiz o'tadi. Virus organizmga kirib, ko'payishni boshlaydi. Prodromal bosqichi 3 kundan 5 kun. 38-40 gradusgacha isitma, quruq yo'tal, burun oqishi, ko'zlar qizaradi, yorug'liklar sezuvchanlik bo'ladi. Og'izning ichki yuzasida ko'plik dog'lari, kichik oq dog'lar qizamiqqa xos. Toshma bosqichi. Isitma davom etadi. Toshmalar yuzida boshlanadi, keyin tana bo'ylab pastga tarqaladi. Tiklanish davri. Isitma tushadi, toshmalar rangini o'zgartirib yo'qoladi. Organizm asta-sekin tiklanadi. Qizamiqning asoratlari. Qizamiq bu oddiy bolalar kasalligi emas. Bu og'ir asoratlar bilan o'tadigan kasallik. Ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda va immuniteti past odamlarda. Asoratlar: o'rta quloq yallig'lanishi, otit, o'pka yallig'lanishi, pnevmoniya eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri. Diareya va suvsizlanish, ko'z yallig'lanishi va yiringlanishi, ko'rlik, ensefalit, panensefalit eng og'ir asoratlardan biri. O'lim bilan tugadigan asoratlar. Har yili qizamiqdan o'rtacha 100 mingta bola vafot etadi. 2023-yilda qizamiq kasalligi 2 barobar oshgan. Emlanmagan jamiyatlarda qizamiq kasalligi epidemiyalarga olib keladi. Nega ayniqsa bolalarda uchraydi? Bolalar hali to'liq immunitetga ega emas. 1 yoshgacha bo'lgan bolalar emlanmagan bo'lsa, yuqori xavf ostida. Ko'pchilik bog'cha bolalari, yosh guruhlari birga bo'ladi. Bu infeksiya tarqalishiga yordam beradi. Emlash darajasi past bo'lgan jamoatlarda qizamiq tez tarqaladi va epidemiyalarga aylantiradi. Oldida olish usullari. Bu emlash. MMR vaksina bilan emlanadi. Bu vaksina qizamiqqa, qizilchaga va paratitga qarshi. Birinchi dozasi 12 oydan 15 oygacha, ikkinchi dozasi 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda emlanadi. Emlashdan keyin himoya 97%. Kasallik turlari va qiziqarli ma'lumotlar uchun kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarni kuzatib boring. Shifokorga o'z vaqtida murojaat qilishni unutmang.